pichoq olib qo'lini kesmoqchi bo'libdi. Vaqtida ko'rib qoldik, ammo tomirlari kesilgandi. Tuzalgunga qadar o'zim davoladim. Tavba qilganidan so'ng ko'p savob ishlar qildi. Alloh uning yomonliklarini yaxshilikka aylantiribdi. Endi bir odam uning qo'lini so'rab keldi. Unga o'tmishidagi ishlar haqida aytaymi? Alloh yashirganini siz fosh qilmoqchimisiz? Alloh haqqi, u gunoh haqida bir og'iz aytsangiz, sizni hammani oldida jazolayman. Uni iffatli muslima sifatida uzating. Xavotirimdan xalos etdingiz Amirul Mo'minin. Ilohim, bu dunyoda ham oxiratda ham mahzunlik ko'rmang. Unday qilmang. O'z qadringizni tushiryapsiz. Men esa Alloh yoqtirmaydigan kibrga mubtalo bo'lishim mumkin. Men ham hamma qatorim